Mana ona bola. Bolasi Angus. Buqacha. Hal tug'ilganiga qancha bo'ldi o'ylaysiz? Ko'rganlar bir hafta bo'ldi tug'ilganiga. Lekin 2 oylik buzoq deydi ko'rgan odam buni. Qop-qora Angus. Sigirni gavdasini qarang. Sigirni gavdasi ashaddiy katta. Yelini qarang. 25 ta sut beryapti hozir ertadan oqshom. 25 litr. 25 litr sut beryapti. 20 taga olsin. Olaman degan chista yesdan qora ayiqday mol. Molni qarang gavdasini, simmatni qarang. Bo'yin o'lchaylik bitta nechta chiqay ekan mana bu. 1 2 3 4 5 6 7 7,5 qarish. 1.50 chiqar bu 1.50 balandligi. Chista qora bolasi ho'kiz. Angus toza Angus bolasi. Buzoqdan tashqari 25 ta 20 ta sutga olaversin. Mol qilaman degan, sog' ishaman degan odam. Mol simmatini ko'rsin. Ashaddiy katta. Maqtash emasda endi bor narsani aytishga. Ho'kizi mana bo'ladigan mol Angus. Telefon nomer 88lik 672 elektr 44. Buni narxiga kelayotgan bo'lsak, narxi 32 million so'm kam bor. 40 million, 45 million kerak emas o narx bizga. Mana skan chiqishini qarang. Mana 4 skasi. Mana. Mana. 32 million so'm kam bor o'tib beraman. Bolasi Angus. Sigir mana haqiqiy mol. Gigant bu. Narxi shu 32 million so'm kam bor, narxi ham juda arzon. Mana bular chivin. Hech qanday kasalchilik sog'ligiga 100% javob. Mana bu shittalari tozalaganimiz yo'q. Men telefonga ko'rsatib qo'yaylik, tozalab yuvib qo'ysa, juda boshqacha mol bo'ladi. Bizga pul zarligicha shuni olyapmiz. Sigir qop-qora mana bular. Rasso bo'lganda mol. Kishtirish olyapmiz videoga. Pul zarli ham telefonim yaxshi o'ynayapti. Prosta telefonda. Aloqaga chiqingizlar, kelishtirib beraman mana shu. 3-chi bolasi. Aytmoqchim, mana shu oldidagi buqa, gigant buqa.